66-yilda yer qimirlashiga chidab bergan Stalinka uyimizdan 4 mashinadan oshuv musor chiqdi. Hozir kvartiramiz tayyor yalang'och holatiga keldi. Ana endi sug'ishiga keldik. Materialni o'ziga 4,5 million so'm rasxod qildik. Taxmin qilib turinglar, mehnatiga nech pul ketadi? Ana endi sug'ishlarimizga o'zingizlar alohida baho berasizlar. Mana xavotirim joyim deganlar, bizani sog'ishlarimiz tugadi. Devorlarga alohida e'tibor berasizlar. Tekisligini qarasanglar, voy, dovati choningda. Bu spalniy bo'lsa, bu yoq tomonimiz zal. Hozir mana elektrik ishlari ketyapti. Bu yoqdan studiyniy formatda bo'ladi, mana oshxona. Bu yoq tomonida esa sanojalar. Xudo xolasa elektrikani ham qo'yib boramiz. Nima qilishlarimizni bizlar kuzatishni davom etadi. Charchab qolmaydi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, mana bosib qo'yamiz.